Jentramiz tayyor bo'ldi. Xudo xolisa, bunga qilingan ishlar kuzovdan polirovka, keramika qilib berdik. Farasini alishtirib berdik. Subwoofer edifier qo'yib berganmiz. Yozuvlarni polni black piano qilib berdik. 360 gradus T monitor bilan qilib berilgan. Pavorotnilargacha qoraytirilgan. Обрисовкаlar oldiga ravon fari qo'yib berganmiz. O'zida amerikanka turuvdi. Biz ravon qo'yib berdik egalari aytganlariga. Siz ham ravon qo'ygan bo'larmidingiz yoki amerikankani o'zini qoldirgan bo'larmisiz? Kommentga yozib qoldiring. Keyin mana kapotda mayda toshga tegib, oqargan joyi juda ham ko'p edi. Kapotni bron qilib berganmiz. Ancha aybini yo'q bo'ldi. Bo'lmasa kraska sepishdan boshqa variant yo'q edi. Endi salonga kiradigan bo'lsak, salonga ancha-muncha mehnat sarflangan. Ko'rsangiz bo'ladi. Mana afshipkalar idealniy chiqqan, qora bilan korичневый kollaboratsiya bo'lgan. Bu yerda Alicantaro material, bu yerda sifatli ko'jalar ishlatilgan. Tarpetkalar, stoykalar kollaboratsiya bo'lgan. O'rniga remellar, stoykalar ham kollaboratsiya bo'lgan. Mercedes ustunovka qilib berganmiz. Malibu bar qo'yib berganmiz. Rullar, akoprintlar, takoy, skromniy navorot bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, plasmas detal umuman yo'q, hamma yoq o'zi tortilgan. Evakor sifatli yaxshi rossiyskiysini qo'yib berganmiz. Orqa sidenani ham bitta ko'rib olamiz. Shipkalar, orqa sidenalar, mashinamiz idealniy bo'lib chiqdi. Skromniy tuning bo'ldi. Rangi yoqdimi? Kommentga yozib qoldiringlar. Agar yoqmagan bo'lsa, nima rang qildirgan bo'lardingiz? Xullas, dizaynni neobычный qilib qilganmiz. Bu ana hech qanaqa mashinadan o'g'irlanmagan. To'g'ri, bir ikkita mashinada ko'rdim. Men strelkasida pastga qaraganingda biz uni yonga qaratdik. Bu ham neobычный bo'lib chiqdi. Yoqdimi yo'qmi? Nima deyishdi? Mashina stenalarni hamma funksiyalari ishlaydi. Malibu barlarimiz ham bezrazor idealniy bo'lib tushgan. Xo'p, sizlarga ham mashina xizmatga kerak bo'lsa, bemalol qimmatli kalsifilarga kelsanglar, sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlarni zo'n narxlarda qilib beramiz. Keyingi proyektimiz ham Mercedes, xudo xolasa, buni ham tez kunda bitirib, obzorini qo'yamiz. Sizlarga mabodo Mercedeslarni ustunovka qilish kerak bo'lsa, mana Nalichada bizda har xil Mercedeslar bor. Hammasini zo'n narxlarda chiroyli qilib ustunovka qilib beramiz. Proyektimiz bitta, xudo xolasa egalariga topshiramiz. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, hammalarni qo'maqda kalsifilarni kutib qolamiz. Bu yerda ochkina narsa bo'lmagan, hammasi skromniy navorot bo'ldi. Skromniy tuning bo'ldi mashinamiz. Endi bitta diskamiz qoldi. Shu diskaga siz nima qilgan bo'lardingiz? Hozir bizda variantlar ko'payib ketdi. O'zini black piano qoraga bo'yash yoki o'zini mokriy qilish yoki katta 17 yoki 18 diska taqish. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Xo'p, mashinamiz juda ham chiroyli chiqdi. Menga yoqdi. Sizga yoqdimi, yo'qmi? O'z fikringizni kommentga yozib qoldiring. Bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Shunaqa navorot tuning mashinalarni qo'yib turamiz. Xo'p, bu yerda nima ortiqcha bo'lgan, nima kam bo'lgan, shu to'g'risida ham yozsangiz, keyingi mashinalarimizga bizga qanaqadir shablon bo'ladi. Agar skromniy, chiroyli ideyalar bo'lsa, o'zimizga arxivimizga olib qo'yamiz. Keyinchalik qiladigan proyektlarimizga ishlatamiz. Sizlarga ham shunaqa xizmat kerak bo'lsa, hammalarni Avtoni kalsifilarni kutib qolamiz. Hammalarga rahmat. Videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmanglar.